sizlarga mazmun javishlarga buyursin. Azal xalqimizda mana shunaqa bir odat bor. To'yga keldingmi, to'yona bilan ketasan. Bizning Turkman xalqimizning to'y tantanalari, dasturlari shunaqa. Yanada sog'a-sarfoylarni kiydirish marosimi, ya'ni chiroyli o'ynaganlarni davramizga chorlaydilar ustozim. Undan keyin yanada kechamizni sizlar uchun davom ettiramiz. Marhamat. Mana shu davramizda yaxshi o'ynagan hurmatli mehmonlarimizdan Safargul yangasi, Mehri bo'lasi, Zamira bo'lasi, Gulmira bo'lasi, Shirali uka, Botir ukamiz, Zaynab, Shermat, Mahira, O'tkir, Ashur, Gulboy ukamiz hamda mana shu davramizda Dilnozaxon singlimizning sovg'alarini berdik. Xurshidaxon singlimizning sovg'alarini berdik. Yulduz singlimiz Shakir ukamiz Maqsud Kiyotramizning jo'ralaridan Xurshid, Sherzod, Dinara, Zaynab, Eynesh, Yulduz, Eldor ukamiz, Bahrom ukamiz, Ruslan, Otabek hamda Poha ukalarimizni davramizga chorlab qolamiz azizlar. San'atkorlarning sozlari bilan sovg'alaringizni qabul qiling azizlar. Prizdan muborak bo'lsin, sog'a-salomat muborak bo'lsin. Hurmatli do'stlar, to'y tantanamiz chiroyli hamda shodiya fursatlarda o'tiribdi. She'rda kelindir kuyovimiz uchun, kechamizning sultoni va shahzodasi uchun shirin taom to'rtlar tayyorgarliklarni ko'rdilar. Demak, yoshlarimizni avvalambor davramizga chorlaymiz. Undan keyin to'rt kesish marosimiga navbatda beramiz. Undan keyin xudo xolasa ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan azlanib, yanada kechamizni davom ettiramiz. Shu yerda prizlar bor ekan, shu prizlarni yana qo'ychiqsalar. Mana shu davramizda Akbar Muhabbat tomonidan 100 ming o'rtaga prizga qo'yildi. Mana shu prizlarni Botir ukamiz hamda Zarifa singillariga topshirib qo'yamiz azizlar. Hamda davramizda Husna ukamiz bor bo'lsa keling. Husna amakimiz kuyovlarimiz keling davramizda bor bo'lsangiz. To'ydan muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Kechamizning qirol va qirolichasi kelindir kuyovimiz davramizga tushinglar. Shefa pastay olalım. Mahmud Gold personal. Pastay getirmenizni rica ediyoruz.
Kendimizning opajonlari Zarifa hamda Diloramxon sizlarning tayyorgarliklaringizni ko'rib turganlar, Xudo xolasa yaxshi niyatlarga, samimiy tilaklarga chorlaymiz. Rahmat. Zarifa hamda Diloramxon davramizda bo'lsanglar. Kendimizning opalari, kelinglar to'y davrasi sizlarga muntazir. Dilorom, Zarifaxon to'y davrasi sizga muntazir bugungi oqshomimizda. Kendimizning opajonlari, shirin istaklari, yaxshi niyatlari bilan kechamizning ishtirokchilari o'tirdilar. Dilorom hamda Zarifa davradosh arasida bo'lsangiz, singillarim, ushbu oqshom eng bir orzu tilaklaringizni, eng bir shirin istaklaringizni bayon etmoqni iltimos qilamiz. Vaqtli bo'linglar. Opa, Dildora opa, Sanjar jiza, nasib bo'lsa vaqtli bo'linglar. Shu kunlarga yetib turaylik, nasib bo'lsa. Bakka kirsam maylimi, dillar kirsam maylimi, opam bilan jizamni tabriklasam maylimi, tarixda shokolad, erigan. Opam Dildora bilan jizam Sanjar boti bo'linglar. Shu kichkina padarkamiz bilan shuni topshirishga ruxsat etinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, opajonlar, tilaklaringiz amalga oshsin deb qolamiz. San'atkorlarning sozlari bilan harakatli to'ylar bo'lsin. Opa-singillar to'g'ri amal qilsa, sog'-salomat bo'lsin. Sanjarbek hamda Dildoraxon davramizga kishilar iltimos shirin taom tortlarni kesish murosimiga navbatni beramiz. Bugungi yoshlarimiz uchun atalgan shirin taom tortlar hamda Lola singlimizning ajoyib ko'rgazmalari hamda ajoyib Tritsky effektlar ostida. albatta bugun boy, bugun qanday yaxshi udum an'ana to'y bahor bizlarim diydor ko'rishdik yana. Keling ikki yosh, bir oy bir quyosh xizmatidan charchamas, do'stiyor qarindosh, ular bo'lsin omon boshi, so'nmasin baxt yoshi, yaxshi niyat qilganning to'ydan chiqmasin boshi degan kelinglarimizni endi to'p kesish marosimiga o'tamiz azizlar. Marhamat kelinglar. Arg'on choqlar uchun kamalak bilan yer aylanib sush yaşasan yaşa, ruhlar bilen, onları aşkla bir gün, o'sha kun bugun degan marhamat Sanjarbek Dildoraxon, qizil shakar to'plaringizni umriga shitoqlar shirinlar bo'lsin. Sizlarga gullar kabi ochiqlar bo'lsin. Hamisha har doim baxtramon bo'lsin, to'ylaringiz muborak, ayyom muborak. Marhamat shirin taom tortlarni kesinglar. Selamat Bey. Yoshlar vaqtli bo'lishsin, qo'shiqimizdan qo'shiqlaring eng bir ezgu kunlarni sizlarga tilab qolamiz. Hayotingizdan mana shunaqa yaxshi kunlar armasin. Harakatli guldiroz xavfsizlar ostida. Keladigan uchun bo'la olmasmenchi. Sanjarbek bilan Dildoraxon kelinining sog'lig'i uchun guldiroz xavfsiz chalamiz.
sizga katta rahmat. Ajoyib effektlar qatnashamiz. Ey so'roq uchun. Ezgi kunlar o'rtasida doim yoshlar ko'targan bugungi oqshom qadamlari sizlar uchun ilohim umringizdan baraka chiroq hamda mustajab o'tsin deymizlar. Bahorning yo'lidan yangi yo'ldan chunki sizlarni o'zga qaymasda bir asr yashayu yana bir chora nikoh o'ynashni muborak Pastay chiqaralım. Garsonlar şefim pastay alalım. Pastay çıkar baba. Rafa. Şefim pastay çıkaralım. Endi Sanjarbek davomizga keluvchilar davomimizga bitta diqqat qarab turasiz. Ikkalangiz ham bugungi yoshlarimiz bir-birlariga ko'z qo'ygandek uzilga, gavhar toshidek yarashtirganlar. Sanjarbek hamda kelimiz davomimizdan ketmanglar. Kendimizning dugonalari bor, chiroyli muvaffaq singillari yaxshi niyatlar uchun tutildi. Kuyov bolamizning do'stlari bor, zavodda sohada qo'ygan yigitlar. Sizlar ham kelinglar davomimizga. Yaxshi niyat aydamizda turibdilar. Avvalambor mana shu singillarimni shirin saytlar bilan kechamiz davom ettiramiz. Kuyovjo'ralar, sizlar ham kelib turinglar iltimos. Assalomu alaykum sizlarga. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin bo'lmagan bo'lsalar yaxshi o'shanlarga kelin bo'linglar. Kelin bo'lgan bo'lsalar ham qo'chqardek o'g'il, parizodadek qizlarni Alloh nasib etsin. Marhamat. Я вам желаю счастья, я вас люблю. Aşağı filmle bağlı müşterilerin hem şu gülüyoruzun sunulmasın, hem şu koyup direksinin için. Aşağı vatandaştan attın korkuyor. Şuradan attın korkuyor. Güldiroz Xasya chanamizga rahmat. Qani ketdik kendimizning dugonalari hamda kuyovjo'ralardan ajoyib sovg'a sarf qo'yiladi. Sanjarbek she'rda dadangizdan telegramma kelibdi-da, mana shu telegrammani o'qib eshittirsak, ozgina davramizni to'liga kelsangiz. Sanjar, ozgina kelasizlarmi iltimos sizlarga. Mehribon dadangizdan Sanjarbek o'g'lim, assalomu alaykum bolam. Yaxshimisan? O'g'lim bugun baxt to'yingni ko'rib, baxt to'ying kuniga yetganingdan juda ham xursandman. Yoningdagi yoring senga yor bo'lsin, ham do'st bo'lsin. Onajoning yoningda turibdimi? Onajonlari bormi? Sanjarbekning yonida. Onajoning yoningda turganidan juda ham faxrlanaman bolam. Shu
ayang bilan ikkamiz birgalikda baxtimizni ko'raylik. Ilohim hech qachon o'g'lim yo'lingga to'siq bo'lmasin. Sen juda yaxshi bilasan, bolam, men seni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq ko'raman. Men o'zimni demayman, hech qachon onangni xo'rlama bolam. Shunaqa bir sadoqatli yashanglar, yoningdagi yoring, sevgan yoring bizga bugundan boshlab kelinmas, qiz farzandimiz debdilar. O'g'lim har doim hamisha omadingga bersin debdilar. Qo'shganing bilan qo'shsha qadr debdilar. Undan keyin ham diktorga qattiq ayting, mana shu gapni o'zi biladi, baqirib ayting debdilar. O'g'lim sanga dadang borligini gazini bos debdilar. Bu turus qarsa chalamiz. Otang bor, dunyoda yomon baxtli insonsan. Yopishmoqga onang bor, dunyodagi davlatlardan boysan. Ayollariga yiqilib olgin. Vaqti kelib toqqan ro'molidan, vaqti kelib kiygan do'ppisidan hissini ham topolmaysan do'stim. Onangning har doim omadini tila. Senga duo qilsin mehribon dadang. Tog'dan zabardasing bor bu dunyoda. Sanjarbek sening onang bor, hamda dadang. Ovoz bor sendan ketmasin. Har doim shular duolar qilsin. Qo'chqandek o'g'il, parizodalik qizlar bilan suyuntiring. Seni suygan volidang bor. Dunyodagi padarjin bor, mehribon dadang bor. Qarsa chalamiz, dadaylarimiz. Yangajon to'ydan boramiz endi. Bu yoshlar quvonch, albatta quvonch yoshlari. Endi shu mahallar qo'chqandek o'g'il, parizodalik qiz nabira to'ylaringizda xizmat qilaylik. Rahmat sizga yanga. Safarmurat akamga rahmat. Shunday o'g'il yetishtiribsizlar. Xalqimizga tasbihot yozib to'y berdinglar. To'ydan boshinglar chiqmasin, topganinglar yaxshi pulga bersin. Bitta chiroyli guldiroz qarsa, mana shu Ona hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsa yangi hatto 90 yoshgacha ona va hayotda yashash boshqacha. qarsa chalamiz, apa. Xudodan baxtini so'rab, Sanjarbek Do'staraxon baxtli bo'lingizlar. Onajonlaring baxtingizga sog' salomat bo'lsin. Safar yo'ldosh, safarmas yo'ldoshini bugun Sanjarbek bilan Do'staraxon baxtiga chegaradan tabriklayman. Sababasi sabolarlarga sababasi. Marhamat, sababo rahmat. Bundan boraversa. Endi azalozgina davramizni keyin ochamiz. Kelinlar kuyovimiz shu barsozli shu oqshomimizda tuman organizatsion Zoir do'stimizning ajoyib effektlari bilan Bilaman Ramazon Peyg'ambarimiz ishqlar so'ndirilib
mana yetib keldi. Hasan bobo bitta davrimizga kelib yoshlarimizga duo qilib bersanglar, Hasan Husan akalari bugungi oqshomimizning to'y boshchilari yaxshi niyatlari, samimiy tilaklari bilan hamda duolari bilan. Mana shu davramizda kuyovlarimiz akalar bor ekan, Obid akasi hamda Husan akasi. Halikka bardan Obid akasi, Husan akasi kelingizlar, sizlarga 100 lira priz. Obid akasi, Husan akasi kelingizlar. Kelinglar, sizlarga assalomu alaykum, yana bir marotaba akajonlar, Obid aka. Obid akamiz borlar davramizda, bugungi oqshomimizda. Bitta musiqa chaqirasiz. Ha! O'zbekistonlik mehmoni boshlig'imiz Tojikistonlik mana bizning Turkmaniston xalqimizning to'yi chiroyli o'tar ekan aka. Omadingdan bersin, sizni ham xonadoningizga mana shunaqa to'ylarni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Farzandlaringiz sizlar tomonidan bo'ling, bitta duo berasizlar. Nobatga muhtoj qilmagan, yaxshilarga yanaştirgan, yomonlarga ulashtirgan. Shu 2 yoshga baxt va saodat tilayman. Amin. Amin. Ilohim, iltijolarıngiz Allohning dargohidan qabul bo'lgan bo'lsin. Akajon, siz ham bitta yaxshi niyat aytasizmi? Hasan Husan akalarim, marhamat. Davramizga kelgan hamma ag'ayib qardoshlarga, oshna do'stlarga kelganlarga rahmat, sog'lik, hamisha to'ylar shunday boshida hammalarimiz o'ylaymizda shunday to'ylar bo'lsin. Rahmat, sog'lik kelganlarimiz uchun. Hammadan umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat kelganlarga to'ylar. Rahmat san'atkorlar va videochilarimiz, akalarimiz. Mana davlat olib borgan diktorchilarga ham rahmat, sog' bo'lsin, dunyo turg'uncha tursin. To'ylari nimada ham to'ylar chiqsin. Rahmat, barcha mana shu yerda akalarim hamda kuyovjo'ralar iltimos qilib turibdilar. Bitta do'stim bilan joydan boshqa aytib bering. Yoshlarimiz va to'ylarimizda bo'lamiz, kuyovjo'ralar sizlar uchun bo'ladi. Bir do'stim bor, qarindoshlik bo'lib ketdi. Bir do'stim bor, doim yonimda turgan. Do'stlarim, mana quvvatlagan.
sadolari ostida yoshlarimizni baxt uylariga uzatib qo'yamiz. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Kelimiz hazırlaştırib turasizlar. Ozgina hazırdan keyin 1 2 3 oqarasiz. Tomonimiz qilib kelib, endi hazırlaşmayın. Oqaring. 1 2 3 to'ylarimiz. Rahmat, oshigimizga omadlar. Qara, yorlar bilan yoshlarimizni vaqt uylariga uzatamiz. To'ydan boray bo'lsin, to'ydan to'y bo'lsin. Ketdik.